Sizni tanangiz yog'ni parchalashni shunchaki unutib qo'ymagan, u shunchaki o'chirib qo'yilgan. Unda tanani qanday qilib zaxiradagi yog'dan energiya oladigan holatga qaytarish mumkin? Ko'pchilik shu yerda yangi dieta qidiradi yoki qandaydir yangi dori haqida o'ylashadi. Aslida yechim boshqacha. Bugun organizmingizni zaxiradagi yog'dan foydalanadigan holatga qanday o'tkazishni gaplashamiz. Oldin bir narsani tushunib olaylik. Organizmda yog'ni saqlashga ham, undan foydalanishga ham ta'sir qiladigan asosiy signallardan biri bu insulin signali. Buni oldingi videolarda to'liq tushuntirganmiz. Insulin surunkali baland bo'lsa, organizm yog'ni ko'proq yig'adi. Pasayganda zaxiradagi yog'dan foydalanish osonlashadi. Buni oddiy qilib, o'chirib yoki yoqish mexanizmini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bir tarafi yog'ni saqlashga ishlasa, ikkinchi tarafi yog'ni sarflashga ishlaydi. Bugun biz gaplashadigan 5 ta harakatlarning hammasi sekinlik bilan bu tizimni yog'ni sarflaydigan tarafga o'tkazadi. Lekin eng muhimi, bu 5 ta odat alohida ishlamaydi. Har biri keyingisini osonlashtiradi. Kun davomida tez-tez tamaddi qilishni kamaytiring. Sababi ko'pchilik o'zi yeyotgan ovqatni kam deb o'ylaydi. Bitta pechenye, bitta konfet yoki bitta mayda narsa. Lekin bularning hammasi kun davomida qo'shilib boradi. Har safar siz nimadir yeganingizda tanangizda insulin ko'tariladi va tizim yana yog'ni saqlash tomonga o'tib qoladi. Agar kun bo'yi oz-ozdan tamaddi qilib yursangiz, tizim hech qachon yog'ni sarflaydigan tarafga o'tishga ulgurmaydi. Ko'pchilikda bu yoshlikdan qolgan odat bo'ladi. Oldin ko'p harakat bo'lgan, hozir esa harakatingiz kamaygan. Lekin yeyishingiz o'sha qolgan. Shuning uchun nima yetganingiz qanchalik muhim bo'lsa, qachon yeyotganingiz shunchalik muhim. Ko'pchilik uchun 3 mahal ovqat orasida imkon qadar tamaddi qilmaslik eng yaxshi birinchi qadamlardan hisoblanadi. Keyingi qadam oqsil. Ko'p bemorlarda bir narsani kuzataman. Ular faqat non yemaslik, uglevodlar yoki shunga o'xshagan narsalarni bilishadi. Lekin oqsil iste'moliga yetarli e'tibor berilmaydi. Natijada oqsil yetishmovchiligi juda ko'p uchraydi. Oqsilli ovqatlar sizni uzoqroq to'q tutadi. Shuning uchun birinchi qadamni, ya'ni tanaffusni ushlab turishni ham osonlashtiradi. Yana bir muhim tomoni, mushak organizmdagi metabolik jihatdan eng faol to'qimalardan biri hisoblanadi. Uni saqlab qolish uchun ham oqsil iste'moli kerak. Endi ovqat sifati. Bu yerda ko'pchilik bilmaydigan muhim holat faqat kaloriya emas, balki ovqatning hajmi ham muhim. Masalan, bir hovuch yong'oq bilan katta bir idishda sabzavot bir xil kaloriya berishi mumkin. Lekin sabzavot sizni uzoqroq to'q tutadi. Buni kaloriya zichligi deb aytiladi. Chunki salat kam kaloriya beradi, lekin hajmi ham katta. Mana shu ochlikni nazoratini osonlashtiradi va tanani yog' sarflash tarafga o'tkazadi. Nazarda tuting, yong'oq yomon degani emas, balki ba'zi mahsulotlar kichik hajmda ham juda katta kaloriya beradi. Shuning uchun bemorlarimga kaloriya hisoblashdan ko'ra to'g'ri mahsulotlarni tanlashni tavsiya qilaman. Sababi inson umr bo'yi kaloriya hisoblab yura olmaydi. Lekin to'g'ri ovqatlar tanlovini odat qilib olish mumkin. Yana bitta oddiy qoida, ayniqsa mehmondorchilik yoki to'ylarda ovqatni oqsil va sabzavotlardan boshlash kerak. Uglevod yoki shirinliklarni esa oxiriga qoldiring. Bu usul ham tanangizni yog' saqlash yoki yig'ish rejimiga o'tishiga yo'l qo'ymaydi. 4-qadam, kundalik harakat. Bu yerda bir narsani tushunib oling. Siz marafon yugurishingiz kerak emas. Ko'pchilik shu yerda oshirib olishadi. Juda tez va katta yuklamadan boshlashadi. Keyin esa davom ettira olmay tashlab qo'yishadi. Maqsad ko'p emas, kichik bo'lsa ham davom etadigan harakatlar kerak. Ovqatdan keyin shunchaki yurishni o'zi boshlash uchun yetarli bo'ladi. Chunki ishlayotgan mushak qondagi qandni insulinsiz ham o'zlashtira oladi. Bundan keyin esa tana yana yog'ni sarflashni boshlaydi. Eng muhim joyi siz doim davom ettira oladigan harakatlar bo'lishi kerak. Keyingi qadam uyqu. Ko'pchilik bunga yetarli ahamiyat bermaydi. Uyqu buzilganda shirinlikka xohish kuchayadi, ovqatlar aro tamaddi ko'payadi. Buni ustiga qolgan odatlarni ham ushlab turish qiyinlashadi. Lekin uyqu yaxshilanganda qolgan odatlarni bajarish ancha osonlashadi. Shuning uchun ba'zida biz eng katta farqni dietadan emas, balki uyquni to'g'rilashdan keyin ko'ramiz. Eslasangiz videoni boshida aytdim, bu 5 ta odat alohida ishlamaydi. Ularning hammasi bir ishni bajaradi. Tanangizni yog'ni sarflash rejimiga o'tkazadi va bir-birini ta'sirini kuchaytiradi. Yaxshi uxlagan odam kamroq tamaddi qiladi, kamroq tamaddi qilgan odam ochlikni osonroq boshqaradi. Oqsil yetarli iste'mol qilinsa, yuqoridagi tartibga chidash yanada osonroq bo'ladi. To'g'ri ovqat tanlagan odam esa ortiqcha kaloriyalarni katta qiyinchiliksiz kamaytira oladi. Kundalik harakat bo'lganda esa bu jarayon yanada kuchayadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, sizga 5 ta alohida maslahat bermadim.
balki bir-birini kuchaytiradigan tizimni ko'rsatdim. Shu yerda bemorlarimga doim aytadigan bir muhim gapni aytaman. Oxirgi natija bu maqsad bo'lish kerak emas. Natijangiz siz qanday yashayotganingiz oqibatida keladi. O'ylab ko'ring, universitetni tugatish, farzand tarbiyasi, mustahkam oila, bularning hech qaysisi bir haftada bo'lmaydi. Sekin bo'ladi. Lekin biz uchun eng qadrli natijalar aynan shular. Sababi bular bir martalik harakatlardan keladigan natijalar emas. Ular har kuni takrorlanadigan odatlaringiz natijasida keladi. Vazn ham xuddi shunaqa. Bir haftalik qattiq parhez kerak emas. Har kuni takrorlanadigan kichik odatlar eng katta natijalarni beradi. Bir narsani yodda tuting. Yuqoridagilar ko'pchilik bemorlarim uchun xavfsiz boshlang'ich qadamlar. Keyin esa analizlarga qarab davolashni moslashtiramiz. Kimdadir insulin qarshiligi kuchliroq bo'ladi, kimdadir jigar yog' bosishi, kimdadir qalqonsimon bez muammosi, kimdadir uyqu apneyasi. Ba'zi bemorlarga dorilar ham kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdadir yog'ni yo'qotishni qayta boshlash osonroq, kimdadir esa bunga qo'shimcha yordam kerak bo'ladi. Agar shu paytgacha ko'p harakat qilgan bo'lsangiz, lekin natija bo'lmagan bo'lsa, boshqa dieta qidirishdan oldin tushunib oling. Ko'p hollarda muammo dieta qilmaganingizda bo'lmaydi. Muammo noto'g'ri masalani hal qilayotgan bo'lasiz. Bugungi videodan keyin sizda aniq yo'nalish bor. Endi siz o'sha yog'ni yoqishni, ya'ni lipolizni qanday boshlashni bilasiz. Agar shu qadamlar bilan ham yetarli natija bo'lmasa, demak sizga qo'shimcha yordam kerak. Endi sizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Doktor, bularni boshlagandan keyin natijani qancha vaqtda sezaman? 1 hafta, 1 oy yoki 3 oyda? Keyingi videoda aynan shu haqida gaplashamiz.